Ey Xudo, o'zing kechir. O trader, meni 5000 pulim qani? Har hafta $500 beraman degan eding. Hatta $1000 ber. Oka, siz 5000 ga kuygansiz. Men bu yerda 50 ga kuyib o'tiribman. Bu risk, oka. Hozir umuman iloji yo'q. Men ham noldaman. Ya assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ke ukam? Aka, bilasiz necha yillik aka ukamizni $1000 qarz berib turay. Tinchlikmi? Tinchlik emas, aka. Siqirtga ishonib tradingiga bor pulimni tiktirib qo'ydim. Shu bilan uxladim. Arendatoram bo'g'ib yotibdi, aka. Pul tikishda maslahatlashmaysan. Pul kerak bo'lsa, aka kerak bo'ladi. Men ham uyab qo'yganman, ukam pulim yo'q hozir. Mayli, uzr aka. Rahmat. Doda shuni 12,5 ga bering. 12,5 ga deysanmi? Bo'ldi, baraka. Ertaga notariusda uchrashamiz. Bo'ldi, mashinani baraka qilib bo'ldim, notariusda uchrashadigan bo'ldi. Assalomu alaykum tog'a. Va alaykum assalom. Kechi-a? Ishlaringiz yaxshimi tog'a? Oldingizga bir ish bilan keldim. Bilasiz, 2 yildan beri mashina arendaga haydayman. 4 oy qolgan edi. 2 oyini to'la olmaganimga mashinani o'yin qilib olib qo'ymoqchi. Shunga $1000 qarz berib turay. Bormagan joyim qolmadi. Voy, jasur. Bilasan, to'y boshlab qo'yganman. O'zi yetkiz olmay turibman. Kimni olsamikin deb yuruvdim. Bo'lganda berardim, jiyan. Hozir yo'q-de. Uzr tog'a. Uzr.